o'rtoq boshliq, o'yinlik qamallik komissiya kelibdi. Komissiya voy, o'zingni bos. Komissiya kelgan bo'lsa hamma xodimlarga ayt, 100 ming so'mdan yig'inglar. Nimaga? Komissiyaga joy qo'yib berish kerak, hujjatlar joyida emas. Bo'lmasa qamalib ketamiz. Bor. Assalomu alaykum, Kazoyevich. Alaykum. Hujjatlarni tekshiraylik. Kazoyevich, bir piyola choyimiz bordi. Shunga yo'q demasangiz joy ayttirib qo'ydik. Hujjatlarni tekshiraylik. O'rtoq Kazoyevich, hamma hujjatlarni o'sha yoqqa olib boramiz. Stol ustida bir piyola choy ustida tekshiramiz. O'zi sal qornim ochdi. Ko'rmaydi. Oh! Tekshirish qattiq bo'ladimi deyman, ha? Zo'r bo'ladi. Xo'sh, hujjatlarni taqdim eting. Mana Kazoyevich. Oh! Bo'lsa degan bo'lasan. Rahmat. Menga birinchi bo'lib padahod naloglarni taqdim eting. Kavkazskiy shashligidan 1 kilolik, tavuqligi 40 ming, go'shtligi 60 minglik bo'lib o'shanda. Kazoyevich, mana padahod nalog hujjatlari. Hozir tekshiramizda. Bay. Padahod nalog hujjatlari joyida. Endi menga marhamat qilib, tadbir uchun ajratilgan xarajatlar smetasini olib keling. Smetami? Ha, uni qara, o'zimizni haqiqiy buxorochi 1 kilo bag'or olib ketish. Kazoyevich, mana tadbir uchun ajratilgan xarajatlar smetasi. Qani, smetani ko'raylikchi, shuncha pul qayoqqa ketdi-da? Smetalar joyida-yu. Yes. Endi menga 1 yillik kirim-chiqim hujjatini olib kel. Menga qara, Ulfatlar kafesining menyusiga yangi qo'shilgan 350 minglik asartinovka 4-5 kishilik qaymoq. Kazoyevich, mana 1 yillik kirim-chiqim hujjatlari. Joyida lekin. Mazali kirim-chiqim hujjati ekan. Yes. Hujjatlarning hammasi joyida. 5 yillik arxivni ko'tarmabmiz, og'aynilar. Kazoyevich, endi 5 yillik arxivni uyda xotin bola chaqa yanga bilan birgalikda ko'tarasiz. Oling buni, oling. Ana. Ko'ndirding. Rahmat. Charchamanglar. Salomat bo'ling boshlar. E'tiboring boshlar. Kazoyevich, oling qani? Hujjatlaring rasvo. Padahod nalog 0. Bunaqa ishlashga uzoqqa bormaysan. Ishdan bo'shading, arizangni yoz. Kazoyevich. Abbos Ozotovich, ishxonangizga komissiya kelganda kamchiliklarni qanaqa qilib yopuvdingiz? Ey, sen qanaqa boshliqsan, ey? Komissiyani ham shunaqa joyga olib boradimi? Komissiyani mana Mirzo Ulug'bek tumani kartelining ro'parasidagi hamma biladigan Ulfatlar kafesiga olib kelish kerak. Ishing bittada bitadi. Boshliqlarga ulfat ko'rgan xodimlar yoqadi. Bo'pti, men yana tekshirishim kelibdi. Assalomu alaykum. Boshliq, qani keling. Xudoga shukr, Toshkentdan bir xonali bo'lsa ham uyimiz bor endi, xotin. Mazza qilib tinch yashaymiz. Hada. Shimidu? Kim? Assalomu alaykum jiyanim. Assalomu alaykum. Ta'tilga keldik. Bir oyga bachalarim bilan qani kiringlar bolalarim. Aylanib ketay. Tez ketamiz bir oyda. Kim? Assalomu alaykum jiyan akam. Qo'yasizsiz. Uylar muborak bo'lsin. Taylardan shamol o'tsin. Yaxshi kunlarga men jiyan. Shu desang Toshkentga davolanganini keldim. Bochkani shamollatimizda. Palatasi qimmat ekan. 3-4 kun uyingda tursa maylimi? Mayli, to'g'ri, mayli. Ana, taruschi ham ko'tarib keldim. Qorni ochdi, yarbusi yedim. Singlim yaxshimisan, charchamayapsanmi? Kiyovxanda uylar muborak bo'lsin, charchamayapsan. 3 kundan keyin Rossiyaga ketaman. Shunga 4 kun frank turib turadi. Mayli, rahmat. Balog'om akang uch qolding to'g'ri. Qo'yga. Hozir ochillab beraman dedi. Baba bu kim bo'ldi? Sen kimsan? Yura, yaxshimisan? Jiyaning o'qishga kiruvdi. Yotoqxona ochilguncha sanka turtirsin. Ha, bo'pti, jo'ra, bo'pti. Kel, sen kelmadingiz. Yana ertalabdan beri o'tiribmiz. Ayting, aylantirishga olib chiqsin. Ha, jiyan, aylantirgani olib chiqib o'tiraveramizmi? Voy dadasi, buncha odamlar aylantirguncha qancha qimmatga tushasiz? Qo'ying uyda o'tiraylik. Ey, xotin, sen xavotir olma. Men bilan shunaqa zo'r joyga olib boraman. Kapiyga ham puling ketmaydi. Qani ketdik. Ura, Abdulazboqi! Buncha odamga qimmat bo'lib ketadi-yo, dadasi. Ya, qimmat bo'lmaydi. Xabaring yo'qmi? Hozir Alpland bog'ida 2x aksiyas ketyapti. Kartanga 200 ming tashlang, 400 ming, 300 ming tashlang, 600 ming, 500 ming tashlang, 1 million bo'lib tushadi. Unda ishtirok etish uchun men ekranda ko'rsatgan voucherni skrinshot qilib, xohlagan bitta kassaga kelib ko'rsatsang, bo'ldi, puling 2x ga ko'payadi. Tushundingmi? Siz javob bering. Ha, ketdi.
To'la to'lashlar. Juda ham zo'r park ekan menga. Yomon yo'qdi. Bu qayerda joylashgan bu? Bu Mirzo Ulug'bek tumanidagi Alpland park hisoblanadi. Yunusobod, Titiz, Qibraydagilarga juda ham yaqin. Oilaviy mazza qilib dam olsa bo'ladi. Gap. Yuringlar unga o'chirtiraman endi. Hali ham shu qarindoshlarimiz bor. Bularni ko'rib bahri dil ochiladi. Nimasini aytasan? Qara, uyimiz bayroqxonali bo'lsa shuncha odam sig'yapti. O'zimiz qayerda? O'zimizga zo'r joy tayyorlab qo'yganman. Keling. Lekin xotin haqiqatan zo'r joy tayyorlabsan-da. Ha dadasi, endi 2-3 kun shu yerda yotib turaylik. Bu sirtga ko'proq. Dada, tabriklar, o'qishga kirdim. Gangirma o'g'lim, nahotki shu miyang bilan o'qishga kirding. Tabriklayman. O'tdanni bu darmaydi o'qishga kiribdi, endi so'yilib ketaman o. Tabriklayman. Bu jetmi kontraktmi? Kontrakt dada. Kontrakt bo'lsa aniq so'yilganimda, umr shaqqacha ekanda. Ne xaraq vas qilma o'g'lim. Yig'ib qo'ygan pulim bu. O'zim to'layman kontraktni. Yur bacham. Ha, bu chol meni o'limdan qutqarib qoldi. Endi so'yilmayman, ura. Kuni xaltacha, ana kontraktni ham to'ladik endi. Dadajon, bir student o'g'lingizga muborak bo'lsin, bir moshin olib bermaysizmi? Toshkentda haydab beraydim. Avtobus metroga bermaylik. Moshin mengilari keldi men. Mana. Ha, pulni qaydan olsak bo'ladi? Qaydan olsak? Bu cholda moshin olishga puli yo'q. Aniq meni so'yib kiyim moshin olib beradi bunga, o'la. Yo'q, yig'ib qo'ygan pulim bor. Ana shundan olib beraman senga. Vachach, bu chol yomon chiqdi-yu, puli bor ekan, endi so'yilmayman. Student agarcham, o'qishga kirganing uchun mana moshin chaqmaslar. Ahmad dajon, bu boshqa gap bo'ldi-da. Dada erta o'qishga borganimdan keyin menga notebook, kompyuter, printerlar kerak bo'ladi-da. O'shandan ham olib bering menga. O'g'lingizga bir investitsiya kiriting ilmiga dadajon. Sana ilmingga investitsiya kiritaman deb o'zim tikka kirmasam bo'ldi. Pulni qaydan olaman? Qaramay o'lgan. Endi aniq so'yib sotadi meni bular hozir. Ya, yo'qda. Men seni bitta joyga olib boraman. Hayda. Assalomu alaykum, Imkon savdo markaziga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Biz o'g'ilcha student edi. Studentlar bor, aksiyalaringiz bormi, yo'qmi? Kakraz yangi o'quv yili boshlanayotgani munosabati bilan Imkon savdo markazida notebook, planshet, printer, har xil smartfonlarni maxsus chegirma asosida xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari maxsus bonusga ham ega bo'lishingiz mumkin. Keling. Misol uchun mana bu notebookimiz oldinlari 6 million 670 mingdan sotilgan bo'lsa, hozirda chegirmada 5 million 670 mingga xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari katta bonus egasi ham bo'lishingiz mumkin. Talabalarimiz uchun kerak bo'ladigan mana bu planshetimiz oldinlari 3 million 416 mingdan sotilgan bo'lsa, hozirda 2 million 904 mingdan xarid qilishingiz mumkin. Aksiyada ko'rsatilgan mahsulotlarni hech qanday boshlang'ich to'lovsiz, birgina pasport evaziga foizsiz 12 oyga bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Aksiyamiz 31-avgustgacha davom etadi. Zo'r bo'pti-da, qarang. Bo'lmasa bitta menga notebook, bitta planshet, bitta nima edi? PUBG o'ynashga telefon. O'qiysanmi yo sen telefon o'ynaysanmi? O'qiyman dada, endi o'qiyman. Kontrakting to'ladi. Moshincha olib berdik. O'qishing uchun kerakli hamma jihodlarni oldik endi. Endi bir maza qilib o'qisang bo'ldi bachcha. Dada, maza qilib o'qish uchun menga bir xonali bo'lsa kvartira olib bering. Men yotoqxonada turmayman-ku. Kvartirami? Olsan, olib o'qimay turib o'tangni parokanda qilibsan. Bo'pti, oxirgi chorani qo'llayotganimizda. Mana menda oxirgi chora, endi aniq meni so'yadi. Obkom bo'lgan paytlarim bochqaga pul bosib qo'yganman. Ana shuni ko'raylikda. Agar ana shu pul turgan bo'lsa olib beraman. Yuring dada. Dingalaqishton, yana bitta o'limdan qoldim. Ana molni ham so'ydik. Endi go'shtini sotib kontraktini to'laymiz bacham. Yo, bu o'qishga kirgan vaqtini o'zida so'yilib ketgan ekanmiz-ku. Bolalaring o'qishga kirsa bizda nima ayb? Anor, baby boy.